Assalomu alaykum barchaga. Gokinyu kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga mazasi og'izda eriydigan turbuchka qanday pishirilishini ko'rsatmoqchiman. Video boshida kerakli masalliqlarni yozib qoldirdim. Buning uchun bizga yarim chinni suvga 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq uksus kerak bo'ladi. Hamma masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Turbuchkamizni xamiriga 2,5-3 piyola un kerak bo'ladi. Har doim unimizni elidan chiqarib olamiz. Chunki xamirimiz yumshoq va mayin bo'lib chiqadi. Endi bizga 250 gram margarin kerak bo'ladi. Margarinimizni qirg'ichdan chiqarilardi har doim. Bu safar pichoq bilan kesib olsak, juda ham xamiri g'isir bo'lib, og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Endi unimiz bilan margarinimizni yaxshilab qorishtirib olamiz. Bir-biriga yegizib olamiz. Endi unimizni o'rtasini ochib olib, oldindan tayyorlab olingan tuxumli massamizni oz-ozdan qo'shib xamir olishni boshlaymiz. Yarim chinni suvga olinsa xamir 2,5-3 piyola unga bemalol yetadi. Endi xamirimizni uzunchoq shaklga keltirib olib, to'rt bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirlaring kattaroq bo'lib qolsa 5 bo'lak ham chiqadi. Mana xamirlarimizni dumaloq qilib, zuvalachalar qilib olamiz. Xamirimizni zuvala qilib turganimizda unimizni ko'proq sepsak, tindirgani qo'yganimizda bir-biriga yopishib qolmaydi. Endi zuvalachalarimizni ustini strech paket bilan bekitib 10-15 minutga tindirgani olib qo'yamiz. Endi kremiga 1 litr sutga 1 stakan shakar, 2,5 piyola un, bitta vanilin qo'shdim. Hamma masalliqlarni sutga qo'shib turib, yaxshilab vinchikda aralashtirib olamiz. Keyin gazimizni past olovda yoqamiz. Kremimiz bir marta qaynab chiqishi bilan tayyor bo'ladi. Mana shunday quyuq massa hosil bo'lguncha vinchik bilan qo'limizni uzmasdan aralashtirib turamiz. Mana xamirimiz ham tinib oldi. Endi ularni olib bitta-bitta yoyishni boshlaymiz. Xamirlarimiz vaqti qancha ko'p tinib tursa, shuncha xamirimiz oson yoyiladi. Xamirimizni yoyganda o'rtacha ja yupqa ham emas, ja qalin ham emas, o'rtacha qilib yoyib olamiz. Keyin mana shu videoda ko'rib turganlaringdek 2 sm qilib uzun qilib xamirni kesib olamiz. Bu turbuchkalarimizni o'zini qolipi bor. Mana shunday qilib ko'rib turganlaringdek qilib qolipiga o'rab chiqamiz. Qolipga o'rab turganimizda juda ham cho'zib o'rab olmaymiz. Keyin pishganidan keyin qolipidan ajratish sal qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun o'z holicha o'rab chiqamiz. Endi 170 gradusga gaz pechiga 5 daqiqa qo'yamiz. 5 daqiqada pishib chiqadi. Birpasda pishadi, qarab turasizlar. Videoda ko'rib turganlaringdek qolipdan ajratib olamiz. Endi turbuchkalarimiz ichiga krem solishni boshlaymiz. Mana ikkala tomonidan ham kremni quyib chiqamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Men uyda ko'p tayyorlayman bu turbuchkalarni. Chunki odamni bitta-ikkita yegandan keyin ham me'dasiga tegmaydi. Mana azizlarim, turbuchkalarimiz tayyor bo'ldi.
ustiga tabga ko'ra shakar upasi sepdim. Juda ham chiroyli, ham mazali bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha tilab, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.